Xorazmda yilini 100 milliarddan ziyod оборот etadigan eng gigant qurilish kompaniyalaridan biri bilan sizlar bilan birga tanishib chiqamiz. Bugun sizlar bilan Xorazmdagi eng gigant, ya'ni yilini 100 milliarddan ziyod оборот etadigan qurilish kompaniya bilan tanishamiz. O'zi yildan beri qurilish etadi. Hozirda qaysi tochkalarda qurilish etadi? Shular bilan ya'ni qisqa savol-javob etamiz. Assalomu alaykum Rasulbek aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qurilish kompaniya haqida qisqacha aytsangiz, o'zing yildan beri qurilish sohasida bor. Shu vaqtdan qaysi tochkalarda qurilish etgansizlar va hozirda qaysi tochkada qurilish qilyapsizlar? Voha Residence qurilish kompaniyamiz 14 yildan oshdiki, qurilish sohasida o'z faoliyatini yuritib kelyapti. Ushbu muddat ichida ko'plab obyektlarni qurib foydalanishga topshirgan, ya'ni davlat tomonidan qilingan zakazlar, ularni ham qurib topshirgan rekonstruksiya ishlari, ya'ni binolar, inshootlar, eskirgan binolarni rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirgan hamda shu bugunacha 15 dan ziyod ko'p qavatli uylarni qurib foydalanishga topshirgan. Adashmasam 3 dona beton zavod bor deysiz. Hozir ko'pchilik quruvchilarda hattoki bir dona beton zavod ham yo'q-da. Hozirda shu beton zavodda o'zi necha so'm оборот etasizlar yildan? Hozir bizning o'z beton ishlab chiqarish zavodimizda haqiqatda aytib o'tganingizdek 3 dona beton ishlab chiqaruvchi maxsus zavodlarimiz bor. Beton zavodimizda ko'plab beton mahsulotlar ham ishlab chiqaramiz. Beton zavodimizning o'zidan o'rtacha yilini 50 milliardga yaqin biz оборот qilamiz. Bir dona beton zavod o'zidan yilini 50 milliard оборот etasizlar. Ya'ni o'zlaringiz shu beton mahsulotlarisiz o'zlaringiz kerakni o'zlaringiz ishlab chiqarasizlar. Tashqaridan olinmaydi. Tashqaridan olmaymiz. Biz o'zlarimizda u ortib ham qoladi. Sababi 3 beton zavodimiz oxirgi modeldagi beton zavodlar ishlab chiqarishlari ham sifatlari, markalarini %100 beradi. Shu sababdan biz o'zlarimizning qurilish kompaniyamizdan tashqari boshqa qurilish kompaniyalari ham sotish ishlarini amalga oshiramiz. Boshqa qurilish kompaniyalari ham yetkazib beriladi. Hozirda biz Urganch City'damiz. Urganch City'da necha dona o'zi dom qurgansizlar? Yuqorida aytib o'tgandek, umumiy o'zi qurgan uylarimiz soni 15 dan ziyod deb aytdim. Urganch City tochkamizda biz 2022-yildan 2025-yilgacha 7 dona 5 qavatli, общий hisobda 150 dona xonadonlarni qurib foydalanishga topshirdik. Zo'r. Ko'pchilikka pul qiziq bo'ladi. O'zi bir dona domni yeri o'zincha so'ma tushgan. Bir dona domni yeri bo'ladigan bo'lsa, bu auksion natijalariga bog'liq. O'rtacha Urganch City'da shu 2022-yilda qurilishni boshlagan bo'lsak, 22-yilda o'rtacha 300 million so'mdan 25-yilgacha 1 milliarddan ham oshgan holatlari bo'lgan. Bu uyni qurilish osti maydoni kattaligi hamda qavatlarına bog'liq bo'lgan. Rasulbek aka bir dona domni 300 milliondan 1 milliardgacha boradi dedingiz. Hozir shu dom bizaniki dedingiz. Biz qurganmiz dedingiz. O'zi yer necha so'ma tushgan va o'zi domni necha so'ma sotgansizlar? Demak, shu yerda hozir ko'rib turgan qatorasini 3 domni yerin narxi o'rtacha bizlar har bir domni narxi 1 milliard atrofida bo'lgan. Sababi joylashuv yaxshi bo'lgan, ya'ni yo'lning usti, orqa tarafida bog'chalari, detskiy plashatka, parkovkalar zo'r joylashuv bo'lganligini hisobidan o'rtacha har bir uyimizning narxi 1 milliard atrofida bo'lgan. Bir dona shu domda yeri 1 milliardga tushgan. Yerini o'zi 1 milliard. Necha so'ma sotilgan? Sotilish bahosi o'rtacha agar 5 etajli uyni oladigan bo'lsak, bizlar 6 milliardga yaqin pulgan. Wow, demak sof foyda 5 milliardmi bu yerda? Yo'q, siz agar bunday deb o'ylasangiz xato bo'ladi. Bu 1 milliard bu o'zi yer maydonini o'zini sotib olishimiz bo'lsa, bu yerda qurilish jarayonlari, bu yerda ishlatilgan materiallar, usta haqlarini hisobga olsak, unchalik sof foyda chiqmaydi. Sof foyda kam dejaysiz. Sof foyda kamroq. O'zi shu vaqtdan 800 dona xonadon topshirdik dedingiz. City'da 7 dom qurdik dedingiz. 7 domdan birinchi dom shu dom, to'g'rimi? Shu dom. Bu 22-yilda topshirilganmi yo qurilish boshlanganmi? 22-yilda qurilishini boshlab, 23-yilda foydalanishga qabul qilganmiz. Esa bir obzor aytib bersangiz, sifatlarini ko'rsak. Bemalol ichana girib ko'ramiz bo'lmasa. O'zbekda necha kvartira bor? Bu obyektimizda
Birinci qavatı natural bo'lib, ikkinchi qavatdan yashash xonadonlar boshlangan va obyektimizda 2 va 3 xonali xonadonlar bo'lgan. Hozirgi kunda общий 18 dona xonadon bo'lgan va hammasi mijozlarning oldidan rasmiylashtirib berilgan. Kadastr chiqib, hammasi oldini o'ziringan. Hech qanday hujjat remont ham aytibdilar ekan, ovoz chiqdi. Hech qaysisida hujjat muammolari bo'lmagan va kvartiralar hammasi bez remont topshiriqlarga munosabati bilan hozir ko'pchilik odam yashab ham o'tiribdi, remont etib turgan kvartiralar ham bor. Eshiklar ham zo'r ekan. Eshiklar ham uyimiz xavfsizligini ta'minlash sifatida domofonlarni qo'yib qo'yibmiz, ya'ni chetdan kelgan odam bemalol podyezdga kirishi mumkin emas, kameralar bilan jihozlab qo'yibmiz, ya'ni girdan chiqqan odamni bemalol kuzatib turishimiz mumkin. Shunday imkoniyatlar ham yaratib. Kuzatish shu domda yashaydiganlarga tegishli bo'ladi. Faqat shu uyda yashaydiganlar kuzatishi mumkin. Bu yerda 2-3 xonali kvartiralar bor dedingiz. Bu kvadrati nechik bo'lgan, shu vaqtda nechadan sotilgan kvadrat narxi? Ushbu domimizda 61 kvadratdan 84 kvadratgacha xonadonlar bo'lgan. Agar shu vaqtdagi narxlarni eslasak, 2022-yilda qurilishi boshlaganda qatlamli sotib boshlaganmiz. Qatlamli sotib boshlagan narximiz 4,5 million so'm bo'lgan va qurib bitkazilish arafasida 4,5 milliondan 5,5 million so'mga ko'tarilgan. Bu 22-yildagi baho. 22-23-yildagi narx. 22-23. 23da 4,5 milliondan bo'lsa, hozirgi vaqtda necha so'mdan bo'lib turibdi? Hozirgi vaqtda 2025-yilda foydalanishga qabul qilingan uylarimiz o'rtacha har bir kvadrat metridan 1 milliondan 1,5 million so'mgacha qimmatladi. Shu vaqt sotib olgan odam har bir kvadratini 1 yo 1,5 milliondan 80 kvadratli uy olgan mijozimiz masalan 1 yil ichida 80 million so'mni tejab olgan qatlagan qismida. Zo'r. Ko'pchilik mashinalarni yo bo'lmasa boshqa texnikani novdir oladi. 1 yildan keyin sotaman desa, qayta zararni sotadi. To'g'ri. O'zini bahosini ham sotolmaydi kerak bo'lsa. Kvartirada вообще birebir почти minada. Bemalol shu hozir ham ko'pchilik qatlagan qismida ko'p risk etishdan qo'rqadi, lekin biz shu ko'plab xonadonlarni topshirgan hisobidan bemalol ishonchli qurilish kompaniyasi sifatida xarid etishlari mumkin. Shu vaqtda ham yo'q joyimizda mijozlar 100% 4,5 million so'mdan pul to'lab xonadon xarid etganlar. 1 yil o'tib bo'lsa, ularni biz xonadondan topshirganmiz. Zo'r. Qaysi kvartirani ko'ramiz? Yuqoridanmi? 3-etajda ochiq kvartiramiz bor. Bemalol shuni chiqib ko'rsak bo'ladi. Hozir yana 3-etajimizda bir mijozimiz uylarini ta'minlash ishlari olib borib turgan ekan. Shu kvartiraga kirib, bizning uylarimiz bilan tanishtirsak bo'ladi. Ishlarni ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. O'zingiz ko'rsangizlar. Eshiklarimiz shunday sifatli. Shumoy izolyatsiya bormi? Bor, eshiklarimiz ham sifatli eshiklar. Kiravering. Bismillah. Necha xonali kvartira bu? Demak, bu eng katta kvadratli xonadonimiz, ya'ni 3 xonali, общий maydoni 84 kvadrat metr bo'ladi. 3 xonasi, отдельный kuxnyasi ham ikki tarafdan balkonli kvartira bu. Shunda remont etib topshirasizlar? Bizlar o'zi bu kvartirani suvoq holatda topshirganmiz. Biz remont holatda hozir remont ishlarini mijozimiz o'zi etib. Remont etsa zo'r bo'ladi ekan. Remont etsa keng ham chiroyli ko'rinadi. Ayniqsa, adashmasam unda dizaynerga chizib qo'ydilar. Uy egalari hozir shunday dizayn bilan ishlab turibdilar. Kichkina kvartirani ham menimcha oq ranglar bilan ishlasa keng ko'rsanadi. Hozir 3 xonali desang, 2 mi? 3 xonali. 3 xonali. Zo'r chiqibdi lekin. Kommentariyada yozib qoldiringlar, hammaga shunday kvartiralar nasib etsin. O'zlaringiz xohlagan uylarni olish. Giryanimizda bon tarafi zali bo'lgan, zali 20 kvadrat atrofida bo'lgan. 20 kvadrat zal. O'zlarimizning hozir uchastka uylarimizdan o'rtacha 20 kvadratli zallarni ko'ramiz. Bu ham shu 20 kvadratli zal. Bon tarafimizda esa bizani yosh bolalarning xonasi bo'ladi. Yosh bolalarning xonasi ham 16 kvadrat metr bo'lgan. 16 kvadrat atrofida. Buni ham ko'rib turibsiz, bemalol 2 yosh bola shkaflari, o'quv joylari bilan bemalol joylashishi mumkin. Keyin hali shu video yamayapti mana. Vidni bir ko'rsatsak. Vidni ko'rsangiz, bu videomiz Urganch City'ning orqa tarafi bo'ladi, ya'ni domlarga qaragan, ko'rib turibsiz, ana детский площадкаlar, bolalar mana bu zelen zonani o'zi bir odamni dam oldiradi. Bu nima xona? Bu keyingi xonamiz, bu oshxonamiz bo'ladi. Oshxonada bon tarafida mebel joylasalar, o'ng tarafimizda bemalol o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Keyingina ko'rib turibsiz. Hamda oshxonamizdan kichkinaroq balkonimiz bor, bemalol chiqib bu yerdan Urganch City'ning manzaralarini ko'rishimiz mumkin. Bu nima xona?
Bu bizning yotoqxonamiz bo'ladi. Proyekt bo'yicha yotoqxonamiz ham o'zi aslında keng, lekin mijozimiz orqa tarafda yana garderob aytibdilar, ya'ni shkaflari orqa tarafda oddiy turadi. Shkaflarini, mebellarini joylaydi. Yotoqxonamizda Balkon shunday keng, keng, katta balkoni bor. Hamda Urganch City qaragan shunday chiroyli manzarani Atmosferasi ham. bemalol ko'rsa bo'ladi. Rasulbek aka, o'zi eng zo'r yerlardan qurasizlar ekan, atmosferasi dim yomon ekan. O'zi hozir joylashgan 7 dona domimiz ham City'dagi zo'r joylashgan ekan. To'g'ri aytib turibsiz. Biz hozir City'da 7 dona dom qurgan bo'lsak, biz asosiy e'tiborni birinchi navbatda joylashuvga beramiz. Sababi yaxshi joylashgan uyda ajoyib ko'rinish, ajoyib atmosfera, ya'ni sotib olgan mijoz tomonidan kayfiyat ko'tarilish holatlari bo'ladi. Ishdan charchab kelganda, balkondan chiqqanda yoki uyning atrofina kelganda ajoyib bir ko'rinishga ega bo'ladi. Yana biza hozirgi kunda toza qurilish boshlanamiz. Xabaringiz bo'lsa, ekstrenniy bolnitsada 1000 dona xonadonlarni qurilishini boshladik. Faqat o'zlaringiz qurasizlar shu 1000 dona. 1000 dona kvartiralarning qurilishi boshlandi. Bizda shu 1, 2, 3 xonali kvartiralar bor. Bu yerdagi joylashuv bundan ham chiroyli. Nereda joylashgan? O'zi lokatsiyani qisqacha ayting. Joylashuv ekstrenniy bolnitsani yo'li, hamma biladi, Shoshilinch shifoxona, Shovot bo'yinda, ham orqa tarafda maktab bog'chaga yaqin bo'lgan lokatsiyalarda 1000 ga yaqin xonadonlar qurilishini Bitgandan keyin boshladik. Shovot bo'yinini olganlar izzatib, Shovot bo'yinida aylanib. Bemalol balkonlarga chiqib ajoyib bir ko'rinishni tomosha qilib o'tiradilar. Kimga joylashuv yoki lokatsiyasi muhim bo'ladimi yoki atmosferasi zo'r tochkalardan joy kerak bo'ladigan bo'lsa, Rasulbek aka aytaverasizlar ekan. Esa borib tanishsak, shu 1000 dona kvartirani o'zi ko'rinishi yoki narxi o'zi nechik bo'ladi? Nechik variantda berib tursizlar, aniqroq o'zi tushunchasini yetirib bersak. Bo'ldi, bemalol borib ko'ramiz. Rasulbek aka, hozir biz nerga keldik? Shu bo'yicha gaplashsak. Hozir bizga toza boshlagan yangi loyihamiz, ya'ni 1000 dona kvartiraning qurilishi boshlangan sotuv bo'limiga keldik. Shu yerda sotuv jarayonlari bo'ladi. Zo'r. Demak, 1000 dona kvartira sotuvi faqat shu yerda bo'ladi. Lokatsiyasini qisqacha tushuntirsangiz. Bu yerni joylashuvi Xiva kurukdan ikkinchi kurukdan kelaverishda Xorazm televideniya tarafdan ham kelsa bo'ladi. Ekstrenniy bolnitsani yo'li svetoforni yonida joylashgan bo'ladi. Bo'lmasa ichkariga kirib shu bir loyihalar bilan to'liqroq tanishamiz. Maketimizni shu umumiy narxi 110 million so'm bo'ldi. 110 million. Zo'r. Hali menimcha hech kim bunday aytib yoki bunday katta summada maket yasatmay Xorazmda, menimcha. Endi bu yerda necha dona podez yoki o'zi necha dona dom qurasizlar? Umumiy massiv haqida ma'lumot bersangiz bo'lmasa. Qurilishni aytsak, o'zi massivda 60 dan ziyod 10 etajli uylarning qurilishi rejalashtirilgan. Shu 60 dan ziyod uylarimizdan bizning qurilish kompaniyamiz 19 dona 10 etajli uylarning qurilishini rejalashtirgan. Zo'r. Bir dona vohani o'zi 19 dona dom quradi. Massiv eshitganimcha prezident tomonidan ajratilgan shaharchang. Prezident farmoni bilan Yangi O'zbekiston massivlarini qurish bo'yicha yer uchastkalari ajratildi. Ushbu yer uchastkalarida hozir qurilishlarni amalga oshirib turibmiz. Bu maketimizda joylashgan karta umumiy massivni gen plani hisoblanadi. Ustunda lampochka yonib turgan uylarni esa biza quramiz. Shu sababdan belgilab, qaysi uylarni qurishimiz uchun shunday lampochkalar bilan belgilab qo'yibmiz. Ushbu domlar yo'l usti, ya'ni ekstrenniy bolnitsani yo'lini ustundagi domlarimiz. Ban tarafda yonib turgan uylarimiz, yana Shovot kanali ko'rishingiz mumkin. Shovot kanaliga qarab turgan domlarimiz. İchkari taraflardan ichkari asosiy yo'l, ya'ni maktab, bog'chaga yaqin joylardan bizning uylarimiz bor. Undan tashqari televideniyaning orqasida yana bir uyimiz bor. Ham ichkari tarafda hozir qurilishi yetib turgan uylarimizdan yana bir domimiz bor. Zo'r. Eng zo'r tochkalar o'zlaringiz olibsizlar bunda. Eng yaxshi lokatsiyalar bizda. Necha etajli bo'ladi o'zi bu? Umumiy hamma domimiz 10 etajli bo'ladi. Qarang, lift masalasi nechik bo'ladi? 10 etaj bo'ladigan bo'lsa, bizning xalqimiz eng qo'rqadigan narsasi shu, lift bo'ladimi degan savol bo'ladi. To'g'ri savol berdingiz. Lift bo'ladigan bo'lsa, demak, ushbu ekstrenniy bolnitsa Shovot bo'yi ichkari taraflarda quriladigan uylarimizda bir dona lift bo'ladi. Fuqarolar shu etajdan qavatlarga chiqib tushishda foydalanadi. Televideniyaning orqasida uyimiz hamda ichkari tarafda joylashgan yana bir 10 etajli uyimizda 2 dona lift bo'ladi. Bir dona shu qavatlarga chiqib tushishda foydalanasiz, ikkinchisi maxsus yuk tashuvchi lift bo'ladi. Remont jarayonlarida bemalol foydalansalar bo'ladi. Ko'ngilsiz kellasan, artib yurmaydi ekanda, mebelni ko'tarib chiqar. Liftda chiqaradigan bo'lsang buzilib qoladi-da. Zo'r. Bu yerning hujjat masalalari nechik bo'ladi? Hujjat masalalarida to'g'ri savol berdingiz. Hozir ko'pchilikni qiziqtiradi bu savol.
Hujjat masalalarında bize bemalol shu yerda o'zlarimizda deyishli bo'lgan hamma hujjatlarni taqdim etishimiz mumkin. Masalan, eng birinchi hujjatimiz bu auksion bayonnomasi hisoblanadi. Ya'ni ushbu sizlar kartada ko'rsatib o'tgan uylarimiz haqiqatda bizning qurilish kompaniya deyishligi to'g'risida auksion bayonnomasi bo'ladi. Demak, yer auksionda o'tib olingan. Hamma yerlarimiz auksionda o'tib. Undan tashqari keyingi hujjatimiz bu hokimiyat bilan birgalikda qilingan ijara shartnomasi bo'ladi. Ya'ni bizlar ushbu yerlarning hammasini ijara asosida hozircha taqdim etilgan to'g'risida. Undan keyingi hujjatimiz esa qurilishga ruxsat berilganligi to'g'risida hujjat. Ya'ni bizlar boshlangan qurilishlarning hammasi hozir ro'yxatdan o'tgan, ya'ni qonuniylikni ifodalaydigan hujjat, asosiy hujjat hisoblanadi. Bularning elektronisini ekranda qo'yib o'tamiz. Bu yerda 19 dona obyekt biza quramiz dedingiz. Qaysi birisini ishlar boshlandi o'zi? İşler boshlangan uylarimizda, demak, bizning 10-blokimiz orqa tarafdagi domimizda 2-etajda 3-etajga qurilib turibdi. 11-blokimiz esa 1-etajda 2-etajga chiqdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 5-chi bloklarimiz hozir qurilish ishlariga yetib turibdi. Keling, undan yaxshisi qurilishni o'zina borib ko'rganimiz ma'qul deb o'ylayman. Hozir sizlar bilan qurilishga to'g'ri chiqib ko'ramiz. Sanatbek'e arkada görüp durgan obyektimiz bu bizden 10. blokimiz, yani televizyonun arkasında kurulup durgan domumuz. Hazine görüşünüz mümkün. 2. etajda, 3. etajda kütəriliş işleri devam etip durdu. Ondan taşqarı bizden başka bloklarımızdan işler geçip durdu. Mesela şu arkanızda joylashgan bu bizden 1. hem de 2. blokumuz boladı. Yol üstündeki. Yol üstündeki 1. hem de 2. bloklarımız boladı. Ushbu maydonda, hozir şu qurilishi ketib turgan maydonda 4 pod'ezd tushadi. Yani 200'e yakın xonadon bo'ladi. Zo'r. 4 pod'ezdda 200 xonadon. Birinchi, ikkinchi qavatlari noturar bo'ladi. Qolgan etajlar hammasi turar joylar bo'ladi. Demak, yashash uchun 3-etajdan boshlanadi. Yashash uchun 3-etajlar. Undan tashqari yana bir yangilik, hozir Xorazmdan bor yangilik, 10-etajda ochiq terrasalı 150-160 kvadratli xonadonlarning qurilishini rejalashtirib qo'yibmiz. Zo'r. Hozir bir de podvalni ishlar bo'libdi ekan, aniqroq tushuntirib bersangiz. Hozir bizning 1-2 bloklarimizda podoj qismına karkas dokshi ishlari yetib turibdi. Ya'ni boshda podojimizni qo'yib olishdan ilgari armatura ishlarini bajarib, mustahkam bo'lishi uchun shu ishlarni amalga oshirib turibmiz. Bu bizning 1-2 blokimizda amalga oshirib turgan ishlar. Endi 3, 4, 5 bloklarimiz ham ushbu holatda ishlar yetib turibdi. Ya'ni podojunda karkas dokshi ishlari yetib turibdi. Shavot bo'yina qaragan 6, İçan tərəfə məktəb, bağçalara qaragan 7, 8, 9 bloklarımızda ise katlavan qazış işləri əmələ aşırıb durdu. Yukarıda aytıb ötkənimdə 10, 11 bloklarımızda ise öylə ucu qurulub durdu. Həmməsi paralel tərzdə alıb barıladı. Həmməsi paralel. Vaxtda qurub tapşırıladı. Quruluş cərəyanı boladan bolsa, obşi bitiş müddətini 2 il davamında rejalashtirib turibmiz. 2 yil. Bu yerda xonadon xarid etadigan mijozlar uchun nechta variantlar yoki nechta takliflar bor? Bir yerdə köp təkliflərimiz var. Səbəbi xonadonlarımızın sonu köp, loyihalar ham hər xil. Şunun üçün kvartiralarımıza köpləb təkliflərini bərp qoyubmiz. Xüsusən birincisi bu bir xonalı xonadonlarni əldindən başlanğıc 30%-ni töləb, qalğanını 30 ay mobaynida 2.990.000 so'mdan to'lashlari mumkin. 900dan xonadon xarid etish. Undan tashqari 2 xonali xonadonlarimizni xohlasalar boshlang'ich to'lov imkoniyati bo'lsa, minimal boshlang'ich to'lov 50 million so'm bilan oyina 4-5 million to'lab ham xonadon xarid etishlari mumkin. Undan tashqari biza hozir 15 dona xonadonni aksiya bilan qo'yibmiz. Ya'ni 2 xonali xonadonlar 74 yoki 77 kvadrat, kichkina emas. Katta kvadratli xonadonlarni hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz, ish joyi ham kerakmaydi. Ish joyisiz 36 ay mobaynida bo'lib to'lash imkoniyatini yaratib qo'yibmiz. Undan tashqari 3 xonallarimizni qizg'atgan mijozlarimiz uchun 3 xonali xonadonlarimizni boshlang'ich 80 million to'lab, oyina 5 milliondan 7 milliongacha. Bu esa xonadonning katta kichikligi ham etajına bog'liq. Undan tashqari yana kvartira so'raydi. 4 xonali xonadonlarni əldindən 30%ni to'lab, qolganini hech qanday foizlarsiz 36 ay mobaynida bo'lib to'lashlari mumkin. Zo'r. Demak, boshlang'ich to'lovsiz oladigan bo'lsa 36 oyga beriladi. Boshlang'ich to'lov bilan oladigan bo'lsa 30 oyga beriladi. 30 oy ham 36 oy ham uyni joylashuvuna qarab beraveramiz. Tushundim. Foiz, kafil hech narsa talab etilmaydi. Ish joyi ham kerakmaydi. Bir pasport evazidan shartnoma qilamiz.
zo'r. Yaxshi taklifdagi xonadonlar chegaralangan, ya'ni kam sonli qo'yilgan boshlang'ich to'lovsiz olishingiz mumkin yoki oylik to'lovni kam to'lab turib ham xonadonga ega bo'lishingiz mumkin. Shu yerda nomerga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib, ishonchli qurilish kompaniyadan xonadon xarid etishlaringiz mumkin.